Yangi 2026 yilgi Chevrolet Traverse bu oilaviy qulaylik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan kuchli va hashamatli crossover. Chevrolet kompaniyasi ushbu modelni to'liq yangilab, dizayndan tortib ichki salonga qadar har bir detalga e'tibor qaratgan. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida gapirsak, yangi Traverse yanada keskin, zamonaviy va jozibali dizaynga ega. Oldi panjarasi kattalashgan, LED faralar esa nozik va agressiv shaklda joylashtirilgan. Orqa tomonda ham LED chiroqlar va yangicha bamper dizayni avtomobilga sportcha ruh bag'ishlaydi. 20 dyuymli gildiraklar Traverse'ga kuchli va ishonchli ko'rinish beradi. Ichki salon esa yanada hashamatli va texnologiyalarga boy. Keng o'rindiqlar, yumshoq materiallar va premium darajadagi ishlov avtomobilga qulaylik hissini beradi. 2026 Traverse'da 17,7 dyuymli markaziy sensorli ekran, 11 dyuymli raqamli asboblar paneli va yangi Chevrolet infotainment tizimi o'rnatilgan. Apple CarPlay va Android Auto simsiz ulangan holda ishlaydi. Bundan tashqari, Wi-Fi hotspot, simsiz telefon zaryadlash va 360 kamera tizimi ham mavjud. Texnik jihatdan Traverse 2,5 litrli turbo dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, u 315 ot kuchiga ega. 8 pogonali avtomatik transmissiya va old yoki to'liq gildirakdan tortish tizimi bilan birga keladi. Bu model yo'lda ham, togli hududlarda ham yuqori barqarorlik va quvvatni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Traverse'da avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilarini aniqlash, adaptiv kruz nazorat, kor joylarni nazorat qilish va yo'ldan chiqish ogohlantiruvchi tizimlar mavjud. Super Cruise deb atalgan yarim avtonom boshqaruv tizimi ham ayrim versiyalarda taklif qilinadi. Bu esa avtomobilni o'zi haydash imkonini beradi. Traverse 7 yoki 8 o'rindiqli variantlarda taqdim etiladi. Bu esa uni katta oilalar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Yuk joyi juda katta, orqa o'rindiqlar buklanganda 2800 litrgacha kengayadi. Yangi 2026 Chevrolet Traverse bu kuch, texnologiya va qulaylikni birlashtirgan zamonaviy oilaviy SUV bo'lib, har qanday yo'lga tayyor. U Chevrolet brendining eng ishonchli va innovatsion modellaridan biri sifatida avtomobil ixlosmandlarini o'ziga rom etmoqda.